O'rtoqlar, O'zbekistonda yaxshi hunaringiz bo'lsa, yaxshi oyligingiz bo'lsa, o'sha oylikdan ham voz kechib Saudiyaga kelgan bo'larmidingiz? Lekin men unaqa qilmagan bo'lardim. Lekin mana bola haqiqatda voz kechib O'zbekistondan kelyapti. Abdulaziz, qalaysiz? Abdulaziz, Saudiyaga kelganingizga qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldi endi. 1 oy bo'ldi. Malades. Saudiyaga kelishdan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad asl soham aktyorlik va videograflik. Bu yerda men videografiyani kuchaytirishim kerak. O'zimning sohamda rivojlanish uchun chet davlatiga chiqdim. Menga tushuntirib bering, nima sababdan tayyor oylik, tayyor hunaringizni tashlab Saudiyaga keldingiz? Birinchidan bu yerda daromad ancha baland, O'zbekistondan farqli o'laroq. Ikkinchidan o'sha aytganimdek, o'zim ustida ishlash, levelimni ko'tarish. Abdulaziz, uni buni qo'ying, oylik daromad haqida gaplashaylik. Keling, sizga oylik daromadni aytmayman, lekin misol tariqasida menga tushgan taklifni aytaman. Yaqinda bir Avstraliyadan kelgan bir odam menga taklif berdi. 5 kun u bilan yurishim kerak. Uni eventlari bor. Unga videolar qilib berishim kerak va u 5 kun ichida men yo'l kiramni va yemoq-ichmoqlarimni qoplaydi. Undan tashqari menga 5 kunimga 2,5 ming real berish kutildi. Общий summa hisoblaganingizda qancha kelib chiqadi? Yasha yeb ichishingiz, o'sha sizga beradigan puli shu $1000 atrofida bo'ladi. Abdulaziz, oxirgi savolim, Saudiyaga kelmoqchi bo'lganlar uchun nima maslahat berasiz? O'zi avvalo men endi keldim. Lekin shu 1 oy ichida shu narsaga amin bo'ldim. Bu yerda til muhim. Ingliz tilini o'rganib kelinglar. Bo'lmasa kelmanglar. Ingliz tilini o'rganib kelinglar. Keyin qo'shimchasiga u yoqda turib ish topganinglar ancha yaxshi bo'ladi agar kasbinglar boshqa bo'lsa. Shu maslahatim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.